Men ahmoq bo'lib yurgan ekanman 70 yil. Doktordan qo'rqib. Aka, kecha 40 yillik gemoroydan operatsiya bo'lganingiz qanday qilib bemalol yuribsiz? Endi bu yerda основной bu vrachlar sababda, vrachlar eng oliy toifali deydimi? Вот. Nimada o'qimaganda bular hali budjet nimada kontraktda o'qimagan. 12 yillik tajribaga ega-da. Budjetda o'qigan, pul bermasdan. O'zini hali nima deydi? Ixlos bilan o'qiganda. Shuning uchun bizga o'xshagan boboylar tez tuzalib, tez yuribdi-da mana sekin. Shu atrofda. Shu menimcha sababi. Endi qolaversa, birinchisi Alloh. Ozgina ошибка bo'ldi. Birinchidan Alloh поддержка bo'ldi. Keyingisi mana vrach. Bolalarimiz mana shularni yaxshi o'qigani uchun mana boboylar mana tez yaxshi yuribdi. Gemoroy operatsiyasidan qo'rqib yurganlarga nima deysiz? Operatsiya qo'rqinchli ekanmi? Yo'q. Men ahmoq bo'lib yurgan ekanman 70 yil. Doktordan qo'rqib. Doktordan qo'rqish kerak emas ekan. Lekin gemoroyga maslahat beraman. O'sha bo'lgan kuni kelinlaring qo'rqmasdan. Buni hech qo'rqadigan joyi yo'q. Dardingizga shifo bersam aka. Xo'p, rahmat.